Rivoyat kelyaptiki, xuddi sizning masjidingiz kabi 3 yillab qurilmayapti, bitmayapti, bitish kerak. Imom domlalar dodlayapti. Bir kun imom turib olib, "O azizlar, payg'ambar alayhissalatu vasallam va'da qildilar. Kim Alloh uchun masjid qiladigan bo'lsa, quradigan bo'lsa, u uchun jannatda qasr bor dedilar" deb tursa, jamoatdan bittasi qo'l ko'tardi. Birodarlar, shu qor kelib qolmasdan, sovuq kelmasdan, yomg'irdan, qor yomg'irdan avval shuni yopaylik deya imom da'vat qilyapti va hadislarni aytayapti. O'sha dalillarni aytayapti. Jamoatdan biri qo'l ko'tarib, "Domla" deyapti. "Shu so'zingizga javob berasizmi?" deyapti. Qaysi so'zimga? Mana shu falahul jannada falahul qasr deyapsiz-ku. Kim masjid qursa, u uchun Alloh taolo qasr quradi deyapti. Qasr quradi, qasr beradi deyapsiz. Qasrni rizq qilib beradi deyapsiz. Shunga siz javob berasiz. Shu so'zingizga menga xat yozib isbotnoma berasizmi deyapti, qarang. Shu darajada ixlosli ekanda. Shu so'zingizga xat bilan javob qilasizmi deyapti. Agar menga qasr borligi haqida shunday xat qilib bersangiz, falonchi deylik, Aktamboy, O'ktamboy, Toshtemir, Bektemir, Abdusamad, Abdulloh, Eshonqul qaysi biringiz? O'sha ismimga buni jannatda qasr bor deya yozib bera olasizmi deyapti, qarang. Yozib beraman deyapti. Chunki imomlar jonda o'tib ketdi-da. Imom avora bo'lib ketibdi. Xalqida ko'pi baxilmishda. 3 yillab bo'lib ketyapti, masjidning ustini yopib olmayapti. Yozib beraman debdi, keling debdi. Kotibiga aytibdi, varaq qalam olib kel debdi. Olib kelibdi, yoza boshladi. Haza wasiqatun deyapti. Bu ahdnoma deyapti. Min Abdillahi, Allohning bir qulidan ismini yozyapti val imom. Ila fulan ibn fulan inshaalloh falahul qasr fil janna deyapti. Men palonchi imomdan palonchi bir hoji akaga o'sha masjidni qurib beraman degan, o'sha unga chek so'rayotgan, unga qog'oz hujjat so'rayotgan odamning ismini aytayapti-da, otalarining ismigacha yozib, shu masjidning imomi palonchi nimadan, imomdan, Allohning bir qulidan, bu vasiqa, ishonchnoma, bu xatdir, bu isbotnomadir. Inshaalloh u kishi uchun jannatda qasr bor. Bu so'zni nimaga tayanib yozyapti? Umid qilyaptiki Allohning rahmatidan. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning sizga yuqorida aytilgan so'zlari falahul qasr, jannatda unga qasr bor degan so'zlarga ishonib Rasululloh rost so'ylaydilar-ku, Rasulullohning va'dasi-ku bu deya yozib beryapti. Qarangda, yozib berdi, haligi xursand bo'lib, masjidni hammasini o'zim qilaman deyapti. Chunki qo'lida nimasi bor? Qo'lida cheki bor. Jannatda qasri bor degan cheki bor. Ismi bilan, otasining ismi bilan turibdi. Yozib beradi. Mana yozib qo'yilgan, u qachon borsa jannatda mana shuni ana iymon.